Ukam, men Abdurahmon aka bilan bitta komandada keta olmayman. Aka, bilolman. Ushib ketdi siz. Zo'rg'a yuribman. Ya, lekin aka, komandaga kirgandan keyin chiqish noto'g'ri. Shuni bilib oling, aka. Bu yerda bitta Abdurahmon aka emas, men borman, Ibrohim bor, aka. Ya. Endi bitta to'g'risini aytaylik. To'g'risini aytaylik. Hozir vahima qo'rqasiz. Ha. Men yaqin Rostam o'rtog'im o'zini bor. aytganingizni aytasiz, to'g'rimi? Men yaqin o'rtog'im keldi, Gollandiyada yashaydi. Men uchun keldi. Yur 2-3 kun birga bo'laylik dedi. Kemaga chiqishimizga bir 3 kun bor, 2 kun bor, ha? Birinchida Fransiyaga yo'l olamiz, o'sha yerda ko'rishamiz. Sizlar Parijga borasizlar. Men Parijga bormayman deb, mana shu og'aynimni xursand qilib, anchadan beri aytadi. Davay deydi. Bo'ladimi? Ruxsat berasizmi? U bemalol mana Toyota nima bu? Ha. Endi telefonlashtiramiz. Xudo xolasa Fransiyadan sizlar yo'lga chiqasizlar, men bu yoqdan yo'lga chiqaman. Kemada Titanikda ko'rishamiz.